Do'stlar, sizlar bilan mana Aqualightingni kichkinagina stabilizator 500 vali 500 talik stabilizatorni ko'rib chiqamiz. 500 vat. Yoqdik. Zadержкani ushlayapti. 195 volt. 220 oldi. Endi bu nimasi ishlamayapti ekan? Bizga remontga olib keldi. Ochib ko'ramiz. Ochib ko'rdik. Ichida tarakanlari bilan birga turibdi. Bu stabilizatorimiz releyni ekan, ya'ni buni kuchlanishi releylar переключение orqali bizga bitta stabil напряжение ushlab beradi. Ko'rinishdan hamma joyida platasini chiqarib ko'rishimiz kerak. Platasini chiqarish uchun plata nimaga chiqariladi? Chunki platada atpayka joylari borda, ularda ishlamaydi, bizga kelsa ishlab qoladi. Yana jo'natamiz, yana ularda ishlamay qoladi. O'shaning uchun platani tekshirishimiz kerak. Platada o'sha remont ishlar olib borilgan. Simlar payka qilingan, nimalar qilingan.